Abdulla Avloniy. Jadid adabiyoti durdonalari. Atoqli ma'rifatparvar, iste'dodli shoir va pedagog Abdulla Avloniy o'zbek jadidchilik harakatining yirik namoyandalaridan biri bo'lib, u ma'rifatparvar shoir, pedagog, dramaturg va jamoat arbobi sifatida tanilgan. Jadidchilik g'oyalarini keng targ'ib etishda Avloniyning xizmatlari beqiyosdir. U xalqni jaholatdan chiqarish, ilm-fan va zamonaviy bilimlarni yoyish orqali jamiyatni isloh qilishni o'z oldiga asosiy maqsad qilib qo'ygan shaxslardan biri edi. Bu kitobda Abdulla Avloniyning maktab o'quvchilari uchun birinchi muallim, ikkinchi muallim asarlari hamda Turkiy Guliston yoxud axloq asarlari jamlangan. Birinchi muallim va ikkinchi muallim asarlarida bolalar uchun masal janrida juda ham ibratli hikoyalar jamlangan. Turkiy Guliston yoxud axloq asari yoshlar uchun axloq odob kitobi sifatida yaratilgan. Yaxshi xulq nima, yomon odatlar nimaga olib keladi, ilmli bo'lish nega kerak, vatanni sevish nimadan boshlanishi oddiy misollar bilan tushuntirilgan. Avloniy tarbiyani faqat oilaning ishi deb bilmagan. U tarbiyani jamiyat, maktab va millat mas'uliyati deb qaragan. Chunki odobli, bilimli yoshlar jamiyatning tayanchidir. Bu kitob o'qituvchilar, o'quvchilar, ota-onalar uchun foydali manba. Bu kitobni o'qish o'tmishni bilish bilan birga bugungi kun uchun ham xulosa chiqarishdir. Bu kitobda Avloniy o'zi yashagan davrda chop etilgan gazeta va jurnallar haqida jamlangan ma'lumotlar ham o'rin olgan bo'lib, o'sha davr matbuoti haqida qimmatli ma'lumotlarni beradi. Bir so'z bilan aytganda, oila davrasida o'qish uchun eng yaxshi asarlardan biri. O'qing, biz tavsiya etamiz.